akalar, xudo xolasa videoda oxirigacha ko'rib tursalar, nima berib, qancha daromad qilishini xudo xolasa videoda oxirigacha kuzatib turasizlar. Hamma ma'lumotini aytib o'tamiz. Nima berib, necha mahal berib, qancha daromad qilishini qisqa sovliqlarda hammasini aytib o'tamiz xudo xolasa. Assalomu alaykum. Boburjon kanalining ashaddiy obunachilari. Akalar, xudo xolasa bugun hafta kuniga 21 may hammamizga xayrli bo'lsin deya biz videolarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha mashhur Arzanchi va O'ptomchilar qishlog'i Tepaqo'rg'ondamiz. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bu yerda soni 40 bosh yemlayotgan sovliqlar bor ekan, qari sovliqlar. Shuni xudo xolasa bugun qo'y boqish sirlari bo'ladi. Boburjon ko'pincha kommentariyada ko'rib qolyapsiz, Boburjon qisir sovliqlarni ham yemlangan variantidan ko'rsatib o'tang, sotilmasa ham ashi qanday, nima yeyapti, nima berib boqyapsiz degan obunachilarimizga mana akalar, xudo xolasa bugun hafta kuniga yakshanba dam olish kuni hammamizga xayrli va maroqli bo'lsin deya videolarimizni boshlaymiz akalar. Xudo xolasa bu yerda soni 40 bosh. Mana hammasi yemda turgan variantlarda akalar. Hammasi 2 tish, 4 tish, 6 tish, 8 tish emas, hammasi qari. Nimaga desangiz, tishi yo'q, hammasini xudo xolasa mana oxirda sloslarni yeb yo'q akalar. Ular nima berasiz? Boburjon necha mahal berasiz degan hurmatli akalarimiz uchun 2 mahal yemaydi. 2 mahal, ertalab kechqurun. Akalar, ertalab kechqurun yem hashagini beriladi. Hashakka nima berasiz degan obunachilarimizga Silos beramiz. Silos ham xudo xolasa xonani to'yg'azib turaveradi. Silos beriladi. Yana silosni tashab yeb bo'lgandan keyin yem beriladi. Qaynatilgan makka bug'doyda qaynatilganini berib turiladi. Xudo xolasa ertaman kechqurun shundan beriladi. Qolgan payt bitta suvini qo'yib qo'yiladi. Yeb yotaveradi akalar. Bular turishidan qaranglar. Mana hammasi nima desa bo'ladi, bir kunda bir vaqtda tashalmaganda olib mana tashalgan. Bittasi bu oqni ko'ryapsizmi? Oqni dumbasi bo'lmasa, narigisini dumbasi bor. Sekin-sekin yig'ib turishgan variantida. Bu olib sotardi qo'ylar emas, dehqonning qo'ylari akalar. Mana bu dumbalarni ko'ryapsizlarmi? Dehqonning qo'ylari, dehqonning vaji. Mana shunaqa ichidan bo'g'ozi bo'lsa, to'g'ib qo'ygan vajilardi mana. To'g'ib qo'ygan, baribir boqishyapti akalar. Mana yangi olib kelib men bo'xtirib qo'yapman Boburjon deganlarga, ono akalar tashqarida yuribdi. Mashlar ham kelib qo'shilgandan beri kelib qo'shiladi. Qo'shilishga oxirga borib to'y yemaydi. Endi hammasiga bir xil solinadi-yu. Bitta ajratilmaydi bu yerda. Hammasiga bunday qator to'kib kelgandan keyin ko'p yem yeb qo'ygan ish ham. Ammo bo'kib o'lib qoladigan darajada emas. Chunki yem bilan makkani qaynatib berilayotgan. Oshqozonda ushlab turmaydi-da, qo'yib yuboradi. Ertaman qo'yib yuborilgan. Chunki men ertaman chiqqanman-da, men qo'y boqishlarni qilaman deb chiqqanimda ertaman qo'yib yuborilgan. Mana, ko'shini qaytarib turibdi akalar. Mana shunaqa boqilaveradi. Qo'y necha oyda tayyor bo'ladi degan akalarimizga, qo'y 2 oy, 3 oyda tayyor bo'ladi. Hurmatli obunachilar, 2 oy, 3 oyda. 2-3 oyda tayyor bo'ladi. Olib yaxshi daromad qilib, boqib ota-onamni haji qilaman. Moshina olaman, musofirdagilar deyotgan aka-ukalarcha uxlaman degan aka-ukalarimiz uchun mana. Bu ham yangi uchastka-da mana. Akalar, yangi uchastka. Mana shunaqa mana qo'raladi. Tayyor qilib qo'yilgan. Endi mana bitta, ikkita, 3ta, 8ta qilib ko'paytirayotganlar. Mana xudo xolasa buni foydasida uyga urollar. Uyda qo'yib, xudo xolasa mana qo'ralar tayyor. Qo'ralari. Yana bitta to'ldirollar-da, mashina oladilar. Hajaga boradilar. Bu ro'sada bo'lib, akalar, xudo xolasa pul ko'payib ketadi. Cho'ntakda to'lib ketadi deydi. Yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, kommentariyaga Boburjon otangga rahmat deb like bosib, kommentariyaga otangga rahmat deb yozib turaverasizlar. Xudo xolasa bizga bular haligi bo'ladi-da. Kontent bo'ladi, hurmatli obunachilar. Sizlarga aytib o'tganim. Boshqa payt naramaydi, o'kirmaydi. Mana akalar. Yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, kommentariyaga Boburjon otangga rahmat deb. Yana bir gap. Meni qo'ylarim bo'kiraveryapti, barayapti degan obunachilarimizga qirg'izni qo'yib baramaydi akalar. Mana mana shu yerda 40 ta qo'y bo'lsa, baragan yo'q mana. Shu qo'cha kelgandan bir aql quvib, baqa quvib baragan yo'q. O'shaning uchun mana shu kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, toza Qirg'izistonni
sori qo'ylardan yetib keladi. Qisir sovliq, bo'g'oz, ona bola deysizmi? Hammasi, ammo bitta gap. Faqat sovliq. Qo'chqor olib kelamiz akalar. Baramaydi, ash qirg'izli qo'ylar. O'zimiz xonak qo'ylar bu qo'radi. Ammo qirg'iz qo'ylari baramaydi akalar. Mana. Bu aytganda like bosib, kommentariyaga Boburjon otangga rahmat deb qo'llab-quvvatlab turaveramiz.